Kim bor? Obbo, marujna onamga ham keldi-anu bez. Yo, marujniz bormi? Ha, o'zi nimanidir yalab kiyib turgandursiz. Lablaringiz qizarib ketibdi. Qurt yeb kiyapman. Tomoq og'riyapti, sovuqni sovuq kesar marujnadan soling. Menga namyoq qilmang. Sizga yalatgan umuman marujnam yo'q. Pas. Ha, biz pasmiz. Ha, siz siz Obbo, ha tufligingizni yechmang, oyog'ingiz sashini qarang. Yana kir sovunni yuvaman deysiz. Kir sovunni bitta oyog'imni o'ziga ishlatmayman. 3 tonlikka nima bor o'zi? Bor. Marujnadan somsa bor. Ha, shu yeb ichib kir sovun ishlatishdan boshqa ishingiz yo'qmi sizni? Ha, qaynata bo'lib bunday yordam bermaysin bizga. Ye, foydam tegmaganmi? Shu uyimga borib hojatxonamni bo'lmagasini ishlatasiz. Bir narsa deymanmi sizga? Keyin ana kir sovunni ham olib ketib qolibsiz. Ha, bo'nimga ham zarilmas kir sovuningiz. O'zi qaynab o'lib qolgandan keyin panetkingiz pasayib qoldi, Abror aka. O'rtaga yasab oldim men u. Magaziningizga ham, pulingizga ham qo'ydim. Tushundingizmi? Ha, yo'qolib ket. Ye, sen siradingizmi-ku? Urushmoqchimisiz? Uyga borib, molxonadan shitkovoy bilan ketmonni olib chiqib qo'ying. Nimaga? Ha, urushda bir kishi tirik qoladi-yu baribir. Una mattina